Boshladi. Enasiga ketib qo'ygan. Borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshimas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda ham xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibri yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turib qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Uradi ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sarson bo'layotdi. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Bir marta qilganman shunaqa ishni.